Assalomu alaykum Texnopuls mijozlari. Bugun sizlar uchun bu yilgi birinchi skidkamizni boshlaymiz. Bu skidkamizga uy ro'zg'ori uchun kerak bo'ladigan hamma mahsulotlarimiz tushgan. Bularni bilan sizlarni bitta-bitta tanishtirib o'tib ketaman. Narxlari ham ichida bo'ladi. Bo'lmasam xaladennilarimizdan boshlaymiz. Birinchi bo'lib haqiqiy ayollar orzusidagi xaladenni, bo'yi 1.85, eniga 60, no frost sistemasida ishlaydi. Muz, qirov, qor umuman yig'maydi. Suvni tozalashinglar ham shart emas. Xo'p, tepa qismini ko'ramiz. Tepa qismimiz xaladenni bo'ladi. Xo'p, shu 4 ta polka bo'ladi. Bemalol mahsulot ko'rsanglar bo'laveradi. Bitta nolovoy zona yonboshda ham polkalari bor. Past qismi morozinniy bo'ladi. Morozinning ham 3 ta polkali go'sht mahsulotlarini bemalol qo'yib muzlatib saqlasanglar bo'laveradi. Bu xolodilnikimiz inverter motorli, tokiylarni ekonom qilib ishlaveradi. Xo'p, motoriga bo'lsa 10 yil, o'ziga ofitsialniy servisdan 3 yil garantiya beramiz. Pechat bosib yozib beriladi, ofitsialniy bo'ladi. Tablolari bor, bemalol tepa pasti отдельный shu tablodan ligirovka qilsanglar bo'laveradi. Xo'p, yana qolgan xolodilniklarimizdan xohlagan assortimentlar bor, hammasi skidkaga tushgan. Agar bunaqa xolodilniklar yana ham kattaroq desangiz, nerealniy mana 4 teshikligidan bor. Kelaverasizlar. Xo'p, tepa qismi xaladenniy bo'ladi, past qismi общий morozinniy, 6 ta polkali morozinniy bo'ladi. Tepada ham o'zida общий qo'yish uchun 3 ta polka, 2 ta nolovoy zona bo'ladi. Bemalol meva-chevalar saqlasanglar bo'laveradi. Yonboshda ham o'zida cho'ntaklari bor, bemalol narsa qo'ysanglar bo'laveradi. Ustida kalyonli oyna bo'ladi, kalyonli stiklo, qirilib, chizilib, sinib ketmaydi. Xo'p, shu yerda tablosi bor, tablodan tepani ham pastni ham отдельный ligirovka qilsanglar bo'laveradi. Inverter motorli, past toklarga ishlab beradi, baland toklarga chidamli bo'ladi. Motoriga 10 yil, o'ziga 3 yil garantiya beriladi. Bu xolodilnikimizning narxini 6 million 800 ming so'm sotilyapti. Hozirgi kunda sizlar uchun 6 million 190 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p, immerimizni narxini aytib o'tib ketdik. Narxini aytib o'tib ketamiz. Bu xolodilnikimiz 5 million 400 ming so'm, 5 million 800 ming so'mgacha sotilyapti. Hozirgi narxi sizlar uchun 4 million 700 ming so'mga qilib beryapmiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi. Pastda nomerlarimizni qoldirib ketamiz. Konditsionerlarimizga o'tamiz. Hozirgi kunda issiq tushishi bilan eng narx ko'tariladigan narsa konditsionerimiz bo'ladi. Sizlar uchun narxini tushirganmiz. Tanishtirib o'tamiz. TCL firmasidan konditsionerimiz bo'ladi. 12 talik inverter motorli konditsionerimiz. Tokingizni ham ekonom qilib beradi, ham past toklarga ishlab beraveradi. Hop, 25-30 kvadrat xonalarga bemalol qo'ysanglar bo'laveradi. Undan tashqari Rules, Zifler, Immer, Liboy firmadan konditsionerlarimiz bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Hop, narxi bilan tanishtirib o'tib ketamiz. TCL firmasidan 12 talik inverter bo'lgan konditsionerimiz 2 million 990 ming so'm. Bunimizning narxi 3,5 million 3 million 600 ming so'mgacha sotilgan. Keyingi bo'lgan konditsionerimiz Rules bo'ladi. Bunimiz alohida to'xtalib o'tib ketadigan narsasi kompressor Gree firmasidan bo'ladi. Gree firmani butun dunyoda konditsionerlari o'rnatiladi, bilsanglar. Inverter motorli bunimiz ham 12 talik 25-30 kvadrat xonalarga bemalol yetib beradi. Bunimizning narxi 3 million 800 3 million 700 ming so'm sotilyapti. Hozirgi kunda sizlar uchun narxi 3 million 290 ming so'mga qilib beryapmiz. Keyingi modelimiz Ziflerdan yangi model bo'ladi. Bunimizni qulaylik tomoni motori ham, feni ham inverter bo'ladi. Ya'ni full DC inverter konditsioner bo'ladi. Ham motor, ham fen inverter bo'lib, tokingizni yana ham ko'proq ekonom qilib beradi. Bu konditsionerimizni hop, narxini hozir sizlar uchun 3 million 490 ming so'mga qilib beramiz. Bemalol olib, ro'zg'orga ishlatsanglar bo'laveradigan konditsionerlarimiz bo'ladi. Hop, yana uyga qo'yaman desanglar, gazlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Gazlarimizning narxi sizlar uchun 2 million so'mdan boshlanadi. U yog'i 2 million 700 2 million 800 ming so'mgacha funksiyasiga qarab narxi o'zgarib ketaveradi. Eng arzon narxlarni qilib beramiz. O'zimizga murojaat qilaverasizlar. Undan tashqari shunaqa stroyni gaz panel olaman deganlar uchun gaz panellarimizni ham olib kelganmiz. Bularimizni narxi 900 ming so'mdan boshlanadi. Oq seri ketaveradi. Liboy xilidan bor. Unga qo'shimcha vitishka olaman desangiz, vitishkani o'zi narxi 550 ming so'mdan boshlanadi. Turbo motorlilarini sizlar uchun 850 mingdan boshlab 1 million 100 ming so'mgacha qilib bera olamiz. Bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Endi ayollarimiz eng yoqtiradigan texnikasi kir mashinlarimizni sizlar uchun obzor qilib o'tib ketamiz. Xo'p, ayollar uchun eng kerakli texnika kir mashinlarimiz obzorini boshlaymiz. Xo'p, 7 kilolik Immer firmasidan o'zida 16 ta funksiyasi bo'ladigan yangi model 2 qavat oynaligi. Xo'p, inverter motorli bo'ladi. Motoriga 10 yil, o'ziga 3 yil servisdan garantiya beriladi. Bu bilan yuvadigan stilka hamma qulayliklari bor. Ichini ham ko'rsanglar bo'laveradi. Ichi ham ancha katta, bemalol kichkinada qurtga solib yuzanglar bo'laveradi. Bunimizning narxini 2 million 950 ming so'm, 2 million oxiri 800 ming so'm skidka qilib sotganmiz o'zimiz. Hozirgi kunda sizlar uchun narxi 2 million 590 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p, 8 kiloligini olaman deganlar uchun 8 kiloligini xo'p, narxi 3,5 million so'm, 3 million 300 ming so'm sotilyapti. Sizlar uchun narxi 2 million 900 ming so'm bo'ladi. Immer firmasiniki. Rules olaman deganlar uchun mana Rules firmasidan ham kir mashinamizni olib kelganmiz. DC inverter motorli. Motoriga 10 yil, o'ziga 3 yil servisdan garantiya beriladi. Bunimizda ham 16 ta funksiya ishlaydi. Buni yaxshi tomoni o'zida искусственный intellektlari bor. Shu funksiyasiga qo'ysangiz, o'zi materialingizga qarab turib, funksiya tanlab ishlaveradi bemalol. Bu ham 3 qavat oynali bo'ladi. Ichlarini ko'rsanglar bo'laveradi.
ishlari ham ancha keng, bemalol ishlataverasizlar. Motoriga 10 yil o'ziga 3 yil servisdan garantiya beriladi. Bunimizni narxini sizlar uchun 2.850 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p, ko'pchilik so'rayotgan katta kiloliklari 10 kiloli DD motorli kir mashinamizni olib kelganmiz. Ya'ni LG motor qo'yilgan bo'ladi, shestinali bo'ladi motori. Tarozlari bo'ladi o'zida. Kilosi 10 kilo, lekin 1 kilo kir yuvasimi, 2 kilo kir yuvasimi, solgan kiringizga yarasha rasxodga beradi kir mashinamiz. O'zida bu tomonida общий 10 ta funksiya, bug' bilan yuvish, ochistka baraban, o'zini o'zi tozalash, hamma funksiyasi bor. Qo'shimcha chayqashlargacha qo'shilgan. Ichi ancha katta. Bemalol pardelarda yo bo'lmasam par ko'rpaklarda solib yuvsanglar bo'laveradi. Solgan kiringlarga yarasha rasxod qilib, shunga yarasha suv tortib beradi. Bunimizni narxi 4.200 ming so'mgacha sotilgan. Sizlar uchun hozirgi narxi 3.890 ming so'mga qilib beramiz. 2 qavat oynali bunimiz ham o'zida start pauzalari bor. Yuvayotgan paytda ham pauzani bosib, yana kirib ko'rsanglar bo'laveradi. Xo'p, o'ziga 3 yil 10 yil motoriga servisdan afsuslanib garantiya beriladi. Ko'pchilik so'raydigan LG, Samsung kir mashinalarimizni ham skidga qo'yib ko'rsatamiz. LG kir mashinamizdan boshlaymiz. Xo'p, LG kir mashinamiz 6 kiloliga 4.200 ming so'mga qilib beryapmiz. Bundan tashqari yangi kelgan yangi modelimiz bor, 7 kiloli bo'ladi. O'zida общий 14 ta funksiya, 2 ta funksiyasi bug' bilan ishlaydi, искусственный intellekti bor. Xo'p, o'zingizni искусственный intellekt ishlayotgan funksiyalarga qo'ysangiz, solgan materialingizga qarab turib o'zi funksiya tanlab bera oladi. Motorga bo'lsa 10 yil, o'ziga 3 yil garantiya beriladi. Shestinali DD motor kir mashinamiz bo'ladi. Xo'p, bunimizni ham ishlarini ko'rsatamiz. Ishlari ham ancha keng bunimizni. Ba'zi bir kir mashinalarda 8-9 kilolik mashinalar barabaniga to'g'ri kelaveradi bemalol. Bunimizni narxi hozirgi kungacha 5,5 million, 5 million 400 ming so'm sotilgan. Sizlar uchun narxini 5 million 190 ming so'mga qilib beramiz. Nomerlarimiz pastda bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Bundan ham zo'r skidka narxlar o'tkazib yubormaslik uchun original texnikalarni yuzga olmoqchi bo'lsangiz, biz kanalga podpisatsiya bo'lib qo'ying. Hammanglar do'konimizni kutib qolamiz.